gunoh sababli avvalambor Allohning g'azabi bor. Ikkinchidan, mu'minlar gunohni ko'p qilgan bandani karih ko'rishadi. Uchinchidan, gunohni ko'p qilgan kishi rizqidan mahrum bo'ladi. Rizqining barakotidan mahrum bo'ladi. To'rtinchidan, ilmdan mahrum bo'ladi. Beshinchidan, gunohni ko'p qilgan kishining boshiga balolar keladi. Chunki Ali ibn Abi Talib aytganlaridek, insonning boshiga balo faqat qilgan gunoh tufayli keladi. Boshimizga ne balo kun kelsa, albatta o'zimiz qilgan gunohlarimiz bunga sabab bo'ladi. Oltinchidan, Allohdan uzoq bo'lishlik. Gunohni ko'p qilgan kishining qalbi qatiydi, qalbi qorayadi. Gunohni ko'p qilgan kishini Alloh taolo o'zidan nari qiladi. Yettinchidan, odamlar orasida yashashiga qaramasdan gunohni ko'p qilgan kishi o'zini yolg'iz his qiladi. Hukamolarning biri aytgandek, men qilgan gunohimni ta'sirini, xotinimni fe'li o'zgargani, bolamni itoatsizlik qilayotgani, ulovimni hadab fe'l qilayotganligida ko'raman deydi. Gunohni ko'p qilgan insonni o'zi odamlar orasida yashasa ham yolg'iz, g'urbatda yashashligi bor. 8-dan qalbda va yuzda qarolik bo'ladi. 9-dan Alloh taolaning itoatidan mahrum bo'ladi. Gunohni ko'p qilgan odam ertadan namozni boshlayman, Xudo xolasa deydi, ertamanga borguncha haligi himmati shashti pasayib qoladi. Ertaga falonchini ziyorat qilaman deydi, erta bo'lganda indinga deydi. Chunki qilgan gunohlari uni savobga emas, aksincha yana gunohga qaytarib tortib turadi. 10-dan gunohga tortilib turishligi. 11-dan Allohning nazdida past bo'lishligi, qalbdagi xorlik, aqlni pasayishi, gunohning shumligi natijasi hamda ketar soatda tiliga muhtoj bo'lgan kunida shahodat kalimasini aytmay til xiyonat qilib qo'yadi. Chunki eng tilimizga muhtoj bo'lgan kunimiz, tilimizdan ikki og'iz so'zni chiqishiga muhtoj bo'lgan kunimiz bu o'lim soati yetgan paytda ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh kalimasini ayta olmay qolishligi bor. Gunoh mana shunday bir zararli, xatarli hamda xunuk bir oqibatlarga olib keladi. Agar bir tabib, ishonchli hoziq tabib bir dorini berib turib, mana bu dori falon kasalga dori deb bersa, siz haqiqatan shu dori o'sha kasalga, shu dardga dori bo'ldi. Ixlosingiz baland bo'ladi, sarflagan pulingizga achinmasdan olib ichasiz. Endi xuddi o'sha tabib boshqa dorini ko'rsatib turib, mana bu dori 3 ta kasalga dori bo'ladi, davo bo'ladi desa, haligi doriga bo'lgan ishonchingiz yana ham qattiq bo'ladi. Endi bu bitta inson aytayotgan, dori shunday foyda bo'ladi deb berayotgan, ana shu davosi, dorisiga shunchalik ishonchingiz bo'lib turgan bo'lsa, ehtimol u dori sizga foyda qilar qilmas. Odamda organizmi har xil u. Bunga foyda qilgan narsa bunga zarar qilishi mumkin. Endi